Assalomu alaykum hurmatli Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi xodimlari. Bu videoni qilishimdan maqsad bizning markazimizda vazirlik tomonidan juda chiroyli veb-sayt yaratilgan. Shu veb-sayt bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bundan oldin ham video qilib chiqardim shu veb-sayt haqida, prosta unga ovozda yo'q edi. Prosta tagiga muzika qo'yib berdim. Menimcha hech kim tushunmadi. Nima qilish kerak, nima u video. Endi bu nagliyatni sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beraman. O'sha veb-sayt haqida. Hozir aka boshlansa, pastga tushirib olaylik. Mana veb-saytga kirish uchun birinchi Google Chrome'ga kiramiz. Google'ga kirib Sport.uz deb yozamiz. Sport ana o'zi chiqdi. Sport.uz. Mana bunaqa shaklda sayt chiqadi. O'zbekiston Respublikasi sport portali. Sport tashkilotlari degan tugmani bosamiz. Pastda hududlar. Mana bu barcha O'zbekistonning viloyatlari kelib chiqadi. Shu любой bittasiga kirib, masalan Sirdaryo viloyatiga kirib, sport haqida, sport tashkilotlari haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bizga hozir Buxoro viloyati qiziqtiradi. Buxoro viloyatidagi barcha sport maktablari, sport bilan bo'lgan barcha tashkilotlar bu yoqqa qo'yib chiqilgan. Mana ikkinchi tugmasida bizga Buxoro Olimpiya sport turlariga tayyorlash markazi turibdi. Hozir biz Buxoro viloyatiga bir kiramiz, boshqarmamiz Buxoro viloyat sport boshqarmasiga kirib, shuni tanishamiz. Mana Buxoro viloyat sport boshqarmasi pastki qismiga boshqarmamizga bo'lgan barcha tegishli yangiliklar surati qo'yib chiqilgan. Mana bu barchasini ko'rish uchun, mana barchasini ko'rish tugmasini bosamiz. Oxirgi nimalar kelib chiqadi. Yangiliklar kelib chiqadi. Qashqadaryo viloyatida qanaqadir tadbir, mana o'qisangiz pastda hammasi yozib chiqilgan. Barcha yangiliklar bor. Mana tashkilot haqidan bossak, tugmasini bosgan rahbariyat kim? Rahbariyat bilib olamiz. Najmiddinov O'tkir Rustamovich ekan. Hammamiz yaxshi taniymiz. Keyin ana Kuliyev Rustam Rajabovich, bu kishi boshqarma boshlig'i o'rinbosari edilar. Hozir hammamiz bilamiz, bizni markazimizda rahbar bo'lib keldilar. Tashkilot xodimlari, masalan boshqarma xodimlari haqida bu yoqqa barcha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Mana ikki varaqdan iborat. Mana bu kishi Gulam va Gulmira Boboqulovna akata joriy etish va raqamlashtirish bo'yicha. Mana bu kishini hammamiz taniymiz. Shahriyor akata boshlig'i. Xullas, bu xodimlar haqida ma'lumot. Endi keling o'zimizni Buxoro sport turlariga tayyorlash markaziga kirib, Buxoro viloyati Olimpiya va Paralimpiya veb-sayt degan tugmasini bosamiz. Mana bizga tegishli veb-sayt. Mana bu yangiliklarni hammasini men yanvar oyidan beri qo'yib chiqaman. Mana 26-yanvar kuni mana bundan boshlaganman. Yoshlar bilan nuroniy sportchilar uchrashuvi tadbiri.
Bu yerda suratlar bor. Suratlardan tanishishingiz mumkin. Maqola haqida qisqacha ma'lumot. O'quv korpusi ma'lumotlari qo'yib chiqaman. Mana Buxoro bizning markazda 6-B sinf matematika fanidan doira geometrik shaklining falonchi pispadonchi ma'lumotlari. Qarang. Xullas hamma ma'lumotlarni bera qo'ysa bo'ladi. Faqat buning uchun sizlar menga o'zlaringizni, yangiliklaringizni tashlab tursangiz, men yangiliklarni ushbu saytga qo'yib chiqaman. Barcha ma'lumotni bossangiz, oxirgi qo'yib chiqqan ma'lumotlar kelib chiqadi mana. 10-shugungi ma'lumot. Sport kuni doirasida ertalabki badan tarbiya mashqlari bajarildi. Mana sport kuni haqida. Yoshlar bilan uchrashuv maqolasi. Bu biznes sayt. Men qo'yib chiqqan ma'lumotlardan tashkil etgan. Buxoro oppositi markazi faollari zalida markaz direktori Uliyev Rustam Rajabovich boshchiligida sportchi trenerlar bilan tanishish hamda sport ishlari va natijalar borasida yig'ilish bo'lib o'tdi degan maqolani qo'yib chiqqanman. Bu faqat trener bilan uchrashuv maqolasi. Juda ko'p maqola bor, lekin bu hamma maqola tashalgan degani emas. Kim menga tashlagan bo'lsa, mana shuni men joylashtirib borganman. Mana Muxlisa qizimiz ham shu saytga kiritilgan, chempion bo'lganida. Mana. Yana bu yerda rahbariyatlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Mana. Barcha rahbariyatlar bu yerda mavjud. Nafaqat rahbariyat, xodimlar. Bu yerda barcha xodimlar kiritilgan. Barchasi. 230 ta xodim bo'lsa, 230 ta xodim ham barchasi kiritilgan. Barchasi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Mana. Telefon raqamlarigacha, kim bo'lib ishlashigacha. Mana bu Jumayev Suhrob Vohid o'g'li boks sport turi treneri bo'lib ishlaydi bizda. Rifkat akani hammamiz taniymiz. Mana. Sport bo'limi ketyapti. U yoqroq qolsak agar, mana sportchilar koneshtamizga juda ko'p. 20 bu oxirgi lista. Bu yerda hatto qorovul, xizmatchilar hammasi haqida ma'lumot bor. Xullas, hurmatli xodimlar, nima demoqchiman? Mana shu veb-saytni to'ldirish uchun sizlarni menga yordamlaringiz kerak bo'ladi. Ayniqsa shu trenerlar bo'lgan natijalaringizni menga tashlab turinglar. Suratga olib tashlaylar, matnni yozib beringlar. Mana shu men shu veb-saytda natijalarini joylashtirib boraman. Nafaqat trenerlar, o'qituvchilar, sizlar ham o'zlaringizni qanaqadir treninglaringizni tashlab turing, seminarlaringizni tashlab turinglar. Matnni obязательно yozib. Bu veb-sayt birinchi o'chirda o'zimizni vazirimiz ko'rib turadilar buni. Har kuni kiradilar, veb-sayt bilan tanishtiradilar. Telegramdan ko'ra, menimcha, mana shu veb-saytda joylashtirib borsak,
qilgan ishlarimiz yanada ko'rinadi. O'zbekiston bo'ylab hamma tomosha qiladi. Hamma ko'radi. Shu uchun harakat qilinglar, yangiliklaringizni tashlab turinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaning ishlariga omad, salomat bo'linglar.